Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Mana bitta 28 traktorimizni bo'ltangan holatini ko'rsatib o'tamiz. Bo'ldi, mana korobka, zadni mos, hamma tomonlari bo'ltanib, boshidan ko'rib chiqilibdi. Polni keyin nigrol emas, gipayt qo'yishar ekan. Shesterna joylari bir ko'rib o'tasizlar o'zlaringizdan. Kabinani o'zi qo'ygan. O'sha hech narsasi qolmagan. Qo'shiqlari ham. Polni mana baklari ham tashalgan. Yangi perida qo'yilibdi hozir mana. Yangi perishnival. Ko'ryapsizlar? Zo'r zakonni polni remont. Bahorgi sezonga remont bo'lyapti. Hozir yig'ilgandan keyin bitta katta obzor qilamiz, xudo xolasa. Uni ham ko'rib o'tasizlar. Faqat obunachilar like bosamiz, obuna bo'lamiz. Mehnatimizni yerda qoldirmanglar, faqat like obuna. Xudo xolasa endi biza reklamaga chiqamiz deyapmiz. O'sha reklamalar ham tushabdi. Xudo xolasa ularni ham ko'rsatib o'taveramiz. Sizlar faqat obuna bosib qo'ysalaringiz bo'ldi. Like bosish esdan chiqmasin. Keyingi navbatda video ish qilmoqchimiz. Uni ham ko'rsatamiz, xudo xolasa. Tormozlarni ham tashlab